eng arzonida, eng arzon narxda Honda INS1 modeli elektromobil 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, mashinani probegi 54 ming bo'libdi. Kraskalari top-toza ekan, hech qanaqa ishi yo'q ekan, holati ideal ekan. Bemalol ko'rib tekshirib olasizlar, o'zining firminiy diskalarida yaxshi holatda balolarda turibdi. Labovoylarida ham hech qanaqa treshchina yorilgan joylarini ko'rmadim. Xo'p, tonirovkalari bor ekan. Slipoy zonalari ham bor. Ixcham shaharbob yaxshi elektromobillardan bittasi. Brand kompaniyalardan haydayman deganlar uchun Honda Yaponiya brendi. Zapas pulti ham uyda bo'lish kerak. Topsam beraman debdilar, panoramali. Mana hamma narsasi ishlayotgan, hech qanaqa kamchilik yo'q ekan. 54 ming probeg, multirullar, lipistoklar. Hop, elektropaket, sidinalar, ko'za. 430 km zapas hud ko'rsatgan. Komplektda o'zining firminiy zaryadkalari ham bor ekan. INS1. Eng arzonida olib maza qilib haydashingiz uchun 16300 bosinglar.